Hop, biz har qanday shaklning ichki burchakdagi yig'indisini topishni hisoblab ko'ramiz. Dastlab nimaga qarab olishimiz kerak? Hop, yoyiq burchakka qarab olishimiz kerak. Yoyiq burchakni 3 ta bo'lakka ajratadigan bo'lsam, alfa, beta, gamma. Yoyiq burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Ya'ni bu nima degani? Misol uchun, mana buni siz tortadigan bo'lsak, bir aylana 360 gradus degan bo'lamiz. Shuning uchun yarmi 180, past ham 180 ekanligiga aniq. Shuning uchun mana shu narsaga qarab olishimiz kerak. Alfa, beta, gamma, ya'ni yoyiq burchaklar 180 gradusga teng ekan. Hop, bu bizga nima uchun kerak? Bizga har uchburchakning ichki burchak yig'indisini hisoblashga kerak bo'ladi. Bitta uchburchak chizib olamiz. Uchburchakni turli burchaklar har x, y, z deb olamiz. X, y, z. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi nechiga tengligini hisoblab ko'ramiz. X plus y plus z nechiga tengligi. Buning uchun mana shu burchakning diametrani. Diametrimizni bu yoqdan diametr, buni esa bu yoqdan diametr. Diametrganda va mana shu, misol uchun mana bu A, B chiziq deb oladigan bo'lsak, A, B chiziqni shunday parallel ko'chirganda hech qanday qiymat o'zgarmaydi. A, B shunday parallel ko'chiramiz. Nima hosil bo'ladi? Misol uchun A, B joyida. A, B joyida. Parallel ko'chirganda qanday chiziqlar hosil bo'ladi? Xo'p, keyin mana shu burchakka qaraymiz. Mana shu burchakka. Ya'ni ikkita parallel chiziqni bitta chiziqdan kesishimiz natijasida, misol uchun mana bu alfa, beta, misol uchun x, y bo'lganda qaysi burchaklar bir-biriga teng bo'ladi? Xuddi shu burchak bunga teng. Beta, alfa, y, x. Xo'sh, bu yerda hosil bo'lyapti. Mana shu burchaklar bir-biriga tengligi hosil bo'lyapti. Ya'ni bu yerda x imiz nimaga teng? Mana bunga tenglik kelib chiqadi. Z esa bunga tenglik kelib chiqadi. O'z-o'zidan ma'lumki, x, y, z lar yig'indisi mana yoyiq burchak bo'lib qoldi. Yoyiq burchak ekanligidan 180 gradusga kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa y da bu yoqda y, misol uchun bu yoqda z deb oladigan bo'lsa, x, y, z tepada ham x, y, z paydo bo'lib qoladi. Natijada ikkita x plus y plus z to'liq 360 ga tengligidan mana bu uchalasi yig'indisi 180 deb atasak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bu x, x ligidan z, z ekanligidan nima ma'lumki, uchalasi mana bu burchakimiz yoyiq burchak bo'lib qoladi. To'liq 180 gradusga teng. Shuning uchun x plus y plus z 180 gradusga teng. Demak, uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Xo'p, keyingisiga qarab o'tamiz. Misol uchun to'rt burchak, ixtiyoriy to'rt burchak oladigan bo'lsak, ixtiyoriy to'rt burchakning ichki burchak yig'indisi necha gradus esa, biz ikkita uchburchakni almashtirib olamiz. Misol uchun mana bu x, y, z deydigan bo'lsam, misol uchun mana bu a, b, s deydigan bo'lsam, bu yerda ikkita uchburchak bor. Mana shu yo'l orqali 180 ekanligidan, mana bu yuzasi ham 180, buni ham ichki burchak yig'indisi 180. Uzr, mana buni ham ichki burchak yig'indisi 180. Demak, to'liq to'rt burchakning ichki burchak yig'indisi 180 plus 180 360 gradus ekanligiga chiqadi. Bu degani uch burchakning barcha burchaklari yig'indisi, ya'ni x, y, z plus a plus b plus c teng 180 plus 180 teng 360 ekanligi isbotlanadi. Xo'p, misol uchun boshqacha shakl. Xo'p, qara, 5 burchakni chizib ko'ramiz. 1 2 3 4 5 burchak hosil bo'ldi. Endi 5 burchakka men diagonallar o'tkazaman, chiziqlar. Bitta, ikkita chiziq o'tkazganimizda nechta uchburchak hosil bo'ldi? Bitta uchburchak, ikkinchi uchburchak va uchta uchburchak hosil bo'ldi. Xo'p, buni qanday ishlaymiz? Mana bu ham 180, bu ham 180, bu ham 180. Ya'ni bu degani 180 ko'paytirgan 3 degani. 180 ko'paytirgan 3 nima degani? 540 gradus ekanligi kelib chiqadi. Misol uchun endi xo'sh, qoniyatni keltiradigan bo'lsak, mana buni men to'rt burchakga 180 ko'paytirgan nima bo'lib qoldi hozir? n minus 2 bo'lib qoldi. Ya'ni 4 minus 2 bo'lib qoldi. Ya'ni 360 kelib chiqdi. Demak, n teng 4 burchakligidan n o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsam, n minus 2 180 ko'paytirgan 2 360 ekanligi isbotlanadi. Lekin mana bundachi 180 ko'paytirgan n o'rniga 5 qo'ysam, 5 minus 2 teng 180 ko'paytirgan 3. Mana shu 540 ekanligi isbotlanadi. Endi biz n burchakka qaraymiz. Misol uchun n burchak. So'z mana chiziq o'tkazadigan bo'lsam,
hokazo ketadi. Misol uchun mana qaytarib ketdi. Mana bir chiziq o'tkazaman. Chiziqlar o'tkazganimda hokazo hamma cheksiz ketadi. Bu yerda bitta, ikkita, uchta hokazo xatlar ketadi. Bu yerda har ikkitadan bittasi ketayotgani uchun aslida bu n burchakda n tomonni n-2 ta burchak bo'ladi. n-2 ta. Shuning uchun 180 ko'paytirgan n-2 ga ko'paytirib qo'yganimizga teng bo'ladi. 180 ko'paytirgan n-2. Ya'ni uchburchakning ichki burchakligi 180 gradus ko'paytirgan n-2 formula hisoblanadi.